uyaladi, kemaydi, o'zi tuzaladi deb yuraveradi. Jangi jadal susayib, xohish o'lguncha ham kemaydi. Jinsiy sog'liq bo'yicha erkaklar qiladigan eng katta 3 ta xato. Birinchi xato bu muammoni yashirish va davolashni kechiktirish. Ko'pchilik erkaklarimiz uyalib urologga borishmaydi va ishlardan o'tayotgan hislarni gapirib berishmaydi va ko'pchilikda shunaqa fikr bo'ladiki, o'zi o'tib ketadi degan noto'g'ri fikrlar bo'ladi. Bu esa o'z navbatida davolashni kechiktirishga va murakkablashishga olib keladi. Ikkinchi xato bu o'zicha davolanish, ya'ni o'zboshimchalik bilan dorilar ichish. Ya'ni ko'pchilik erkaklarimiz o'rtog'idan eshitadi, internetdan eshitadi, har xil dorilar, tabletkalar va batlarni iste'mol qilishadi. Bular juda ham organizm uchun zarar hisoblanadi. Ko'pchilik erkaklarimiz o'zboshimchalik bilan Viagra olib ichishadi. Bu ham aslida noto'g'ri hisoblanadi. Sababini aniqlamasdan turib, hech qanaqa dori ichmaslik kerak. Uchinchi xato bu sog'lom turmush tarziga e'tibor bermaslik. Ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatchanlik, bular ham jinsiy sog'liqni pasaytirishga olib keladi. Undan tashqari spirtli ichimliklar va chekish ham sezilarli darajada jinsiy sog'liqni pasaytiradi. Siz ham sog'lig'ingizga befarq bo'lmang va yuqorida sanab o'tilgan xatolarimizni qilmaslikka harakat qiling. O'z vaqtida urologga murojaat qiling. Vaqtida murojaat, sog'lom kelajak.